Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Yana bir marta bugun sizlar bilan Grammar Marathon davom etamiz. O'rtada to'xtab qoldik, to'g'rimi? Sizlarga shu paytgacha men o'rgatganman. Compound sentence nima, B1, B2, C1 grammatikadagi nima deydi, farqlar qanaqa bo'ladi? Shularning hammasini o'rgatganman. Hammasi YouTube kanalida ham, Telegram kanallarida ham o'tgan darslarimizda recordingi bor, to'g'rimi? Xo'p, bugun sizlar bilan o'tadigan mavzuyimiz juda ham qiziq mavzu bo'ladi. Uning nomi nominalization deb nomlaymiz. Okay, nominalization. Endi bu nima degan deydigan bo'lsangiz, bu form a noun from verb or adjectives. Masalan, otni sifatlar yoki deb bo'lmasam fe'llar bilan sifat yoki fe'llardan ot yasash bo'lyapti. Okay? Shu mavzu, masalan, hamma biladi, bu ko'zi tushgan bu mavzu qanaqaligi, to'g'rimi? Lekin ishlatish bo'yicha jinday muammolar bo'lishi mumkin. Xo'p, kelinglar bo'lmasa boshlaymiz. O'zi bu mavzu qanaqa? O'zi bu writingda ham qo'llab kelsangiz bo'laveradi. Masalan, oddiy gaplarni murakkab gaplar qilib beradi. 7,5 balli grammatika deb olsa ham bo'laveradi. Nominalization o'zi nima ekan? Shu yerda qoidasini yozib ketyapman, qarang. Nominalization is a process where nima deb olsa bo'ladi? Where just let's say where verbs and adjectives become noun. Nominalization bu bitta jarayon ekan, shu bitta nima deydi, process. Qaysiki bu verblar yoki deb bo'lmasam adjective sifatlar otga aylanishi. Okay? Hamma tushunda, masalan, nima desak bo'ladi? O'zbekchada ma'no qilaylik, mana. Chiroyli, masalan. Chiroyli sifat. O'shani ot qilib qo'yadi, chiroy qiladi, to'g'rimi o'zbek tilida? Ingliz tilida ham xuddi narsani shunday qilamiz ekan, uni nomi nominalization deb nomlanar ekan. Okay? It's a process, like, you know. I think it's understandable, yeah? So far so good. Hozircha hammasi yaxshimi? Ekran, ovoz, tiniqmi? Telefondan qarab turibman, bemalol gapiraveramiz. Okay? Okay. Hammada yaxshi bo'lsa, qani bo'lmasam boshladik. Masalan, bunga misol qilib mana aytayapman, qarang. Beautiful. O'zi beautiful bu nima deydi? Sifat, to'g'rimi? Beautiful degani nima degani? Chiroyli degani. Endi shunda qarang, bu sifat deb yozib qo'yibman. A D J qilib qo'ydim mana, sifat. Endi shuni men noun qilishim uchun, qarang. Bu noun qilishim uchun nima bo'ladi? Beauty. Chiroy. Endi bu mana nounga o'zgarib qoldi. Endi shuni biz nominalization deb nomlaymiz. Okay? It's a nominalization. Shunaqa qilib o'rganib olasizlar. Endi qarang, yoki deb bo'lmasam mana qarang. Develop bor. Develop. Buni developni ma'nosi nima? Bu fe'l bo'lib turib, rivojlanish degan ma'noni bildiradi, to'g'rimi? Yaxshilash, rivojlanish. Buni ot shakli nima bo'ladi? Development bo'ladi. Okay? Develop rivojlantirma bo'lyapti. Development nima? O'z-o'zidan rivojlanish bo'lib ketyapti. Ya'ni bu noun bo'lib qolyapti. Yoki deb bo'lmasa mana qaranglar, bu yerda bor, yana bittasi reduce bor mana. Reduce. Bu o'zi verb. Kamaytirish degani, to'g'rimi? Endi bu noun shakli nima bo'ladi? Reduction bo'ladi. Okay? It's a noun form. Now. Tushundinglar degan umiddaman. Hamma tushunyaptimi? Aytinglar tushunmasanglar. I think everything is going well, yeah? Okay. Shunaqa bo'ladi. Fe'l bilan sifatni otga aylantirib qo'ysa, it's a nominalization. Shunaqa. Xo'p, kelinglar, masalan, bironta bir gaplar yozib sizlarga ko'rsatay. Masalan, buni sariq qilib qo'ydim. Buni mana ko'k qilib qo'yapman. Bularni ham sariq qilib chiqay, endi bir chekana erinmaylik. Oh my god. Endi bu
reduce'ni sariq qilamiz dedim. Keyin bunisini no color qilib turaylik endi. Reduction'da yashil qildik mana. To'g'rimi? Shunaqa ketyapti. Shunaqa qilib chiqishimiz kerak ekan xullas. Hamma tushundigan umiddaman. Oddiy gaplarni yozamiz mana. Masalan, simple sentences for nominalization. Shu uchun masalan mana oddiy gaplarni ko'raylik. Qanaqa bo'ladi o'zi? Xo'p, let's start bo'lmasam, boshladik. Nu masalan, oddiyroqdan xotirjam boshlaymiz. Wi-Fi ga ulanib turibdi. Tekshirishga ekran qatyapti. Yo'q, yaxshi-ku. Qolganlarda yaxshi-ku. Hozir megabaytni faqat Telegramdagi uchun shunaqa bo'lyapti, okey? Notebookka ulangan. Wi-Fi ulanib turibdi. What the hell is happening? Masalan, hammasi joyda. Boshlayveraymi? Just a second. Nu bol bulandi. Yaxshi hammasi. So far so good. Okay. Let's move on. Qani bo'lmasam boshlardik. Xo'p, qaraymiz. Birinchi gapimiz. Qaysi biriga tuzaylik? Beautiful, beauty, develop. Kellar birinchi masalan oddiy gaplar tuzib ko'ramiz, keyin o'shani nominalization qilamiz. Okay, mana oddiy gap. It's a simple sentence, okay? You don't have to worry about them. Qani masalan develop ga tuzyapman. Qani shu yerda mana qarang mana. We need to masalan aytaylik, we need to develop what? New ideas for the project. For the project. Nima bo'ldi gapimiz tarjimasi? Masalan, biz loyiha uchun yangi g'oyalarni ishlab chiqarishimiz kerak bo'lyapti. Shu yerda ko'ryapsizlar, develop bor, bizda fe'l mana, develop. Shuni fe'l qilib belgilab qo'ydim mana. Endi shuni nominalization qilsak, masalan, qanaqa bo'ladi? Nominalization uchun masalan developmentni ishlatib gap tuzishim kerak. Kelinglar mana, qarang bo'lmasa mana. Nominalization qilaman shuni. Endi bu mana oddiy bo'ldi, ichiga simple deb yozib qo'yapman mana. Simple bo'ldi. Endi qarang, shu yerda development uchun endi shu fe'limizni ot qilishimiz kerak, aylantirishimiz kerak otga. Qanday bo'ladi? Masalan, boshqacharoq gap qarang. The city is seeing a lot of masalan development. Oddiy gap bu ham development. Masalan, shahar juda ko'p nima deydi? Qurilishlarni ko'rmoqda, masalan, rivojlanmoqda degan ma'noda kelyapti. Ko'ryapsizlar, bitta development endi nima bo'lyapti o'z-o'zidan? Nounga o'tib qolyapti. Tepada nima edi? Fe'l edi. To'g'rimi? Shunaqa, shuni nominalization deydi. Oddiy gaplar mana. Shuni mana
boldga olib qo'yapman. Ko'rib tushunib olinglar. Develop fe'l edi bunda. Bu yerda development bo'lib ot oldi. Ot nima deydi? Ot bo'ldi. Noun bo'ldi. Okay? Yoki da bo'lmasam qarang mana. Yana nima? Yoki da bo'lmasam yana bitta oddiy gap mana. We are masalan waiting for what? For the development of the situation deylik mana. Of the situation nima deyapti bu yerda? O'sha biz vaziyatni rivojlanishini kutmoqdamiz. To'g'rimi? Vaziyat mana bu yerda boshqasiga tegmaymiz. Fe'l nima bu? Otmi, nounmi? Shu mana development bo'ldi. To'g'rimi? Ot oldi. Developdan development qilib men ot yasadim. Shuni nominalization deb nomlab olasizlar. Okay? Shu oddiy gap tuzgandan ko'ra, shu murakkabroq qiladigan bo'lsangiz, ballislar balandroq bo'ladi. Okay? Shu endi bu nima bo'ldi? Nom deb qo'yapman. Nom. Nominalization deb tushunib olamiz. Yana bitta gap. Endi buni fe'l qilaylik, developed. Fe'l qilaylik. Qanday bo'ladi fe'l qilsak? Qarang. Just let's say children develop quickly in their masalan nimasida tezroq rivojlanadi in their early years desa masalan. Buni tarjimasi nima bo'lyapti? O'sha bolalar dastlabki yoshlarida tez rivojlanadi. O'sha kichkinaroq bo'lgan sari kattalashib ketaveradi degan ma'noda kelyapti. Shu yerda ko'ryapsiz, develop bu yerda fe'l shakli bo'lib qoldi. Okay? Is it understandable? Masalan bu oddiy gaplar bo'ldi. Kelinglar endi bir nima deydi? Akademikroq gaplar tuzaylik. Misol IELTS ga, TOEFL ga doir gaplar tuzaylik. Masalan academic sentences. Qarang. Shu yerda yozyapman. Birinchi fe'l qilib yozamiz. Okay? Develop o'zini yozamiz. Keyin o'shani development qilib ot shakli bilan boshqacharoq gap yozamiz. Qarang, shu yerda masalan aytaylik nima? Masalan further studies masalan are required to develop masalan nima deb olsak bo'ladi? Develop a more masalan nuanced theoretical masalan aytaylik framework explaining nimani this phenomenon desak tushadimikin? This допустим aytaylik mana phenomenon. Endi bu yerda nima bo'lyapti? Qarang, shu yerda aytayapti, qarang, bu hodisani masalan tushuntiruvchi yanada nozik nazariy asosni rivojlantirish uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab etadi, deyapti. Okay, masalan bironta bir narsani rivojlantirish uchun masalan nozik masala bo'layotgan bo'lsa, o'shani rivojlantirish uchun qo'shimcha nimalar? Tadqiqotlar olib borish kerak deb yozdim. Ko'ryapsizlar, bu sal qiyinroq gap bo'ldi. Masalan tushunishga oson. Develop mana bu yerda fe'l bo'lyapti bu. Okay? Bu oddiy bo'lyapti. Endi masalan shuni aytaylik mana nima deydi? Nominalization qilib develop ga masalan boshqacharoq gap tuzaylik. Nominalization qiladigan bo'lsa, develop nima bo'lib qolish kerak? Noun bo'lib qolish kerak. To'g'rimi? Noun bo'lib qolish kerak. Qarang, shu yerda mana sustainable economic development. Masalan katta gaplar tutsanglar, masalan uzun shunaqa o'zingizlarga yaxshi. Ulab ketaverasizlar gapni, qanday ulashni o'rganib olasizlar. Okay? Shuning uchun uzunroq gaplar tuzishga harakat qilinglar. Mana kalta emas, uzun gaplar tuzishga harakat qilinglar. O'shani tekshirtiringlar keyin masalan ChatGPT danmi, ustozingizgami.
uzun gap tutsiz o'ziga yaxshi. Chunki IELTSda masalan uzun gap tuzish bu yaxshi foyda beradi. Sustainable economic development masalan nima deb yozsa bo'ladi? Is vital emas, shuni o'rniga crucial qilaylikda. Crucial for global masalan nima? Environmental masalan environmental stability juda ham zo'r so'z, yaxshi ko'raman shuni ham. Qarang nima deyapti? Barqaror iqtisodiy rivojlanish masalan global ekologik barqarorlik uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tushundinglarmi? Barqaror rivojlanish bu o'sha global ekologik barqarorlik uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu yerda nima bo'lyapti? Development ot bo'lyapti. Masalan buni nominalization developdan men ot yasab development qilib boshqa bir gap hosil qilyapman. Okay? Shunaqa gaplar. Yoki bo'lmasa ham kelinglar boshqacharoq yana. Nima desak bo'ladi? Osonroq qilayapti, sizlarga qiyinlik bo'lib qolyapti. Boshqacharoq sizlar tushunadigan. Masalan aytaylik, the research nima? The research project the research project focuses on. Focusdan keyin doim on predlog qo'yiladi, okay? Focus in bo'lmaydi, focus on. Focuses on masalan the development of masalan aytaylik advanced materials for renewable for renewable energy energy systems desak sal to'g'riroq gap bo'ladi. Okay, systems. Bu yerda nima bo'lyapti? Qarang, gapni tarjimasiga yetib borib bering. Masalan, tadqiqot loyihasi bo'ladi-yu. Qayta tiklanadigan energiya uchun ilg'or materiallar ishlab chiqarilyapti. Okay? O'sha advanced degani ilg'or materiallar ishlab chiqarilyapti. Shunaqa. Masalan, o'sha biron bir tadqiqot loyihasi mana qayta ishlab chiqarish uchun, masalan, bironta bir energiyani qayta ishlab chiqarish uchun ilg'or materiallar nima deyapti? Hosil bo'lyapti. Okay? Shunaqa. Endi unda masalan mana bu yerda development, ya'ni bu nominalization bo'ldi, ot qildim. Shunaqa. Endi kelinglar, biz reduce ga ko'raylik, osonroq. Hammaga tushunarli bo'ladi. Reduce kamaytirish degani. Qanday bo'ladi unga gap? Masalan, qarang, shu yerda yozyapman. Reduce. Masalan, oddiy simple sentence yozaman. Birinchi simple sentence ko'ramiz, keyin nima? Har doimgidek akademik gaplarni ko'ramiz. Hammaga shuni doim shunaqa qilib ketaman. Birinchi simple sentence tuzib beraman, keyin akademik gap tuzaman. Okay? Tushunyapsizmi? Biroz qiyin ekan. Ha, jinday qiyin-u, masalan, eplab ketsa bo'ladi. Bilib olsangiz bo'ldi, masalan, fe'l bilan sifatda otga aylantirishni bilsangiz bo'ldi. Shunaqa qilib gap tuzib ketaverasiz. Okay? Qarang mana reduce. Masalan, we need to reduce our masalan sugar intake. Nima deyapman? Biz shakar iste'molimizni kamaytirishimiz kerak. Intake bor-ku, sugar intake. Ikkalasi bitta narsa qilib turmasa ham zo'r so'z bo'lyapti. Sugar intake degani nima deydi? Shakar iste'moli intake, okay? Intake. Shakar iste'molimizni kamaytirishimiz kerak deyapman. Shuni masalan o'rganib oldim. Mana yangi sizlarga bir
yangilik bo'lyapti. Masalan, bu yerda reduce nima bo'ldi? Ot bo'ldi. Ot demana fe'l bo'ldi. Endi buni masalan nominalization qilib boshqacharoq gap tuzsak qanaqa bo'ladi? Masalan, aytaylik mana osonroq mana there has been masalan significant reduction in prices mana. Qarang. Ko'p internetlarda ham ko'rasiz, to'g'rimi? Masalan, narxlarda sezilarli kamaytirish bo'ldi. Masalan, reduction degani bu yerda masalan bu yerda kamaytirish emas, chegirma. Okay, chegirma bo'lyapti. Buni ko'ryapsiz, bu yerda o'z-o'zidan nominalization. Reduced men reduction qilib, ot qilib boshqa gap tuzyapman. Okay? Endi bu significant degani o'sha nima deydi? IELTS writing task 1 uchun juda ham muhim so'z. Significantdan foydalanadi. Masalan, sezilarli darajada degani. O'sha sezilarli darajada nima bo'ldi? Chegirma bo'ldi deb aytayapman mana. Bunisi nominalization bo'lib ketdi. Tepadagi oddiy gapni reduce bo'ldi. Okay? Bu fe'l bo'ldi, bu nominalization. Yozib ketaveray shuni ham. Noun, verb, bu yerda nima? Noun. Shunaqa, tushunyapsizlar-a? Endi masalan, kelinglar, yana bitta gap tuzaylik. Tushunib olasizlar o'shanda. Gap tuzib tushunib olasizlar. Okay? Mana qarang. Academic endi. Academic gaplar kuchliroq sal IELTS ga doira. Qarang. Scientists are investigating masalan aytaylik innovative approach to reduce carbon emissions emission deya qaysi darsda aytganman ma'nosini, to'g'rimi? Emissions from industrial what? Masalan, processes. Nima bo'ldi gap tarjimasi? Yozinglarchi qani shu gap tarjimasini. Masalan, oson so'z, qiyin so'z yozganim yo'q, to'g'rimi? Tarjimasini kommentga yozaylik. Innovative degani o'sha innovatsion degani-da. O'sha xullas uglerod chiqindilaridan deyapti olimlar. Nima deyapti? Sanoat jarayonlaridan uglerod bormi masalan? O'shalarda kamaytirish bo'yicha innovatsion yondashuvlarni olib bormoqda, o'rganmoqda deyapman masalan. To'g'rimi? Shunaqa gap hosil bo'ldi xullas. Sanoat jarayonidan. Okay? Industrial processes degani sanoat degani, to'g'rimi? Process jarayon. Shunaqa so'zma-so'z tarjima qilib ketavering masalan. Sanoat jarayonlarida masalan olimlar masalan nima deydi? O'sha uglerod kamaytirish bo'yicha masalan innovatsion g'oyalarni o'rganmoqda deb aytib o'tib ketyapman. Okay? Shunaqa narsa. Kimyo o'qiydiganlar, biologiya o'qiydiganlar yaxshi biladi. Shunaqa. Xo'p, kelinglar, yana bitta endi buni reduce ga tuzdik. Yana endi buni aniq qilib qo'yaylik. O'zi qolib ketmasin, endi reduction ga gap tuzib qo'yaylik. Bu ham sal qiyinroq. Masalan, endi qarang, effective what? Waste management
strategies masalan are pivotal. Endi shu yerda pivotal, vital, crucial degan so'zlar bor. Hammasini ma'nosi bir xil, muhim degani, okay? Любой ishlatib keta olasiz. Masalan, bu hozir men gapimga pivotal emasmi? Vital sal ko'proq mos kelyapti. Vital for the reduction what of environmental tepadagi gapga o'xshash bo'lyapti. Environmental pollutants masalan. Nima bo'ldi? Masalan shu gap ham zo'r chiqdi-da. Qarang, tepadagisini reduce. Shuni sal bold qilib qo'yay. Endi mana reduction bo'lyapti, qani. Mana. Gap tarjimasini qarang mana. Chiqindilarni mana xullas samarali boshqarish strategiyalari bor-ku, atrof muhitni ifloslantiruvchi masalan moddalarni kamayish uchun juda muhimdir deyapti. Masalan, o'sha chiqindilarni samarali nima deydi, boshqaradigan bo'lsak, nima qilishimiz kerak? Atrofdagi o'sha nima deydi, ifloslantiruvchi moddalarni kamayishi juda muhim deyapmiz, to'g'rimi? Masalan, siz axlatni yig'ishtira olasiz, bu yerda iflos modda bo'la olsa, bu foydasi bo'lmaydi. Masalan, axlatlarni samarali masalan boshqarish uchun, to'g'rimi? Masalan, kontrol qilish uchun, masalan, ifloslantiruvchi moddalarni kamaytirish yoki bo'lmasam yo'qotish juda ham muhim sanaladi. Shunaqa. Okay? Mana bugun o'rganib oldinglar nominalization mavzusini. Qiyin emas, juda ham oson. Bemalol masalan gap tuzib tushunib olsanglar bo'laveradi. Masalan mana adjectiveni nounga aylantiryapman, verbni nounga aylantiryapman. Shu bo'ldi. Adverblarni ham nounga aylantirib olasiz. Shunaqa. Ha, bo'ldi. Men o'zbekcha gap tashlab beraman sizlarga. Sizlar uni nima deydi? Inglizchasiga tarjima qilib yozasizlar, okay? Thank you everyone. Thanks for the lesson, teacher. You're welcome. I'm always ready to help you, okay?